$500 $1,5 million qildim degan narsaga ishonish juda ham katta muammo. o'lim juda ham ko'p bo'lyapti bu sohada. Ma'lumoti bor inson gapirish kerak. O'zi ham shuni shablonni o'rganib olgan kimdirdan. Shu yerda уже сразу gap tugaydi hozir. 10 kishiga bir xil programma. Dальше umr kechira olmaymiz. Demak, aytmanda. Trenerlar bundan foydalanadi, aytadi. Kerak emas deb o'ylardik. Siz buyurtmachisiz. Qachok ular uchun sog'lom inson. $1000 da ishlashimiz kerak. Tepa ketadi yo past ketadi. 100. Tanlagan yo'lim shunaqada, biznesda Muammo bor. set qilmoqchi bo'lsa O'zbekistonda Bilim bo'lsa, iroda shart emas. og'riqni his qilsan, Mana buni kachat qilsa, всё. Hammaga salom do'stlar. Anchadan beri sizlar bilan podkast qilmagandik. Bugun qidirib juda ham muhim bo'lgan важный bo'lgan temani olib chiqmoqchimiz. Bugungi mehmonimiz Ramz aka. Fitness sohasida men ko'rgan O'zbekistondagi yetuk именно professiya deb olsak, не только там просто kachka, просто zal borib kelish, professiya o'sha ilm tomonidan olsak, o'sha ko'rgan insonimni taklif qilganman. Bu kishi hozir Instagramlar o'sha ijtimoiy tarmoqlarni ham qo'yamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Men bilasizlar, e'tibor beraman, не только faqat bir taraflama, har taraflama e'tibor beraman. Ya'ni o'sha sohada ilm taraflama ham, rezultat taraflama ham, boshqa taraflama ham. Men shu kishini kuzatib bordim va shu kishini taklif qilib, bu kishi bilan yana bitta loyiha ustida ishlayapmiz. Juda ham ko'p kishini ko'rganman. Shu kishini meni shaxsiy tanlovim shu kishi bo'ldilar, chunki hozirgi ko'p bodybuilder deymizmi, fitness sohasidagi insonlarni har tarafdan obyektivni kuzatib chiqsalaringiz, da qanaqadir kuchli tana egasi bo'lishi mumkin, boshqa egasi bo'lishi mumkin, lekin o'sha tanani qurishdagi ilm kamligini sezasizlar. Bu kishidan bitta narsani eshitgandim, что genetически одаренный insonlar bor, ya'ni o'sha birta zalga borib masalan zanimatsiya qilsa tezroq badani o'zgaradi, tanasi o'zgaradi va u insonlar o'zini men уже trenerman, men hammani o'rgatib bilaman deyishga noto'g'ri, chunki hamma inson har xil individualniy podxod kerak. Bu uchun naushni исследование o'rganish kerak, bu uchun ilm olish kerak. Shu uchun shu insonni kuzatganman va bu insonda shunaqa bilimlar yetarli deb o'ylaganim uchun bu yerga taklif qilganman va boshqa bodybuilderlarni taklif qilishimiz mumkin edi, lekin shu kishini ma'qul ko'rganmiz. Shu o'zlarini tanishtiradilar. Hammaga salom. Sizga katta rahmat taklif qilganingiz uchun. Meni ismim Ramiz, familiyam Sahibov. Ma'lumotim oliy, fizika matematika fakultetini tugatganman. Samgu Samarqand davlat universitetini. Lekin hozir fitness mutaxassis faoliyatini olib boraman onlayn rejimida. Bugungi gapirmoqchi bo'ladigan gaplardan biri, asosiy gap bu O'zbekistonda juda ham katta muammo bor. Imенно fitness segmentini oladigan bo'lsak, bu o'zini mutaxassisman deb yuradigan odamlarda ma'lumoti yo'qligi mana shu katta muammo. Chunki fitness, ko'pchilik fitness sohasini bu qandaydir просто figurani o'zgartiradigan, chiroy beradigan deb narsa o'ylaydi, lekin bu juda ham agarda chuqur qo'llaydigan bo'lsak, bu odamni sog'lig'iga juda nozik narsa qiladigan narsa. Bu narsa bilan o'ynashmaslik kerak deb o'ylayman, chunki любой narsani qaytarsa bo'ladi, lekin sog'liq vaqt qaytmaydigan narsa. O'sha uchun именно bu og'riqli tochka O'zbekistonda fitness taraflama biza insonlar, o'sha trenerlar umuman olganda o'zini tajribasidan kelib chiqib boshqalarni o'rgatadi-da, o'zini tajribasidan. Vaholanki har bir inson individual, har bir insonning o'zini masalan genetikasi bor, boshqasi bor va bitta insonning tajribasini hammada qo'llash bu noto'g'ri. O'sha uchun hozirgi vaqtda bu narsalar juda ham ko'p bo'lyapti. Men sizga aytdim, что Rossiyada meni bitta o'rtog'im vafot etgan, buning orqasidan bu narsani o'zingiz ham aytib o'tdingiz. O'lim juda ham ko'p bo'lyapti bu sohada. Biza faqat o'limlarni eng populyarni insonlar o'lsa bilamiz. Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Именно так, да. Даже agarda mana 10 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, 30 ga yetmagan
prof atletlarni o'limini ko'rishimiz mumkin Amerikada. U yerda meditsina juda ham yuqori darajada. U bolalar обязательно med ko'rikdan o'tadi. Lekin shunga qaramay biz ko'rishimiz mumkin, qancha o'limlarni ko'rishimiz mumkin. Da ko'pchilik bizni trenerlarimiz kim shu narsani ishlatadi, aytishi mumkin. Agarda to'g'ri qilsang, salbiy effekti yo'q deb. Lekin bu ularning gapi to'g'ri bo'lib chiqmaydi, chunki unaqa gapni faqatgina ma'lumoti bor inson gapirish kerak. Bu androlog bo'lishi kerak или endokrinolog. То есть med учреждениеda o'qigan 6, 7 или 8 yil. Shu odamlargina shu qandaydir tavsiya berishga huquqli. Hozir qanaqa vaziyat bo'layapti? Endi biz bilamiz, yoshlarimiz maksimalizm nuqsiga uchragan. Mushagini hozir o'stirmoqchi bo'ladi. Здесь и сейчас. Maksimal darajada tezroq. Hamma sohada shunday bo'lyapti. Shuning uchun o'ylamaydi sog'liq tomonini. Bolalarga keladi, trenerlarga. Trenerlar bundan foydalanadi, aytadi. Bor analiz topshir deydi. Ma'lumoti yo'q, tibbiy ma'lumoti yo'q, o'qimagan, lekin shunga qaramay aytadi. Da qandaydir ozmas tushunchaga ega bo'lsa ham aytadi, analiz topshir deydi. Bola boradi, analiz topshiradi. Shu analizlarni tahlil qilish uchun ham ma'lumot kerak. Lekin u bolalarda ma'lumot yo'q, shu analizlarga qarab qandaydir tavsiyalar beriladi. O'zi ham shuni shablonni o'rganib olgan kimdirdan o'shani hammaga qo'ylaydi bir xil. Da, kimdadir bu salbiy effektlarni olib kelmaydi, kimlardir olib keladi. Lekin biz bu bolalarni eshitmaymiz. U ijtimoiy tarmoqqa chiqib gapirmaydi. Men shunaqa narsani qildim, shunaqa salbiy effektlar bo'ldi deb. Lekin men o'zim ko'rganman bunaqa holatni. Steroid boshqa bu narsalar borib tushunmaysak, doktorlar aytadiki, не только faqat gormonni izchat qilish kerak, chunki organlarga qanaqa qilib ta'sir qilishini, bir xil organlarda masalan rakoviy kletkalar bo'lishi mumkin, ularga boost berib yuborishi mumkin. Bu steroidlar. Ular masalan faqat fitness trenerni maslahati bilan bu narsani qilish noto'g'ri, chunki buni polniy обследование qilib o'zini masalan med ko'rik deydimi, o'shandan polniy o'tkazish kerak va bu narsaga javobgar doktorlar bo'lishi kerak. Fitness instruktor emas. Vaholanki ikkalasini mix qilsa yaxshiroq, lekin hozirgi jamiyatimiz, hozirgi problema faqat fitness trener bizda shunday-ku, moliyachi ham trader bizaga, iqtisodchi ham trader bizaga, qanaqadir analitik ham trader bizaga, bankir ham trader, hamma trader deb bilamiz. Xuddi shunday fitness ham androlog bo'ladi, fitness ham urolog, fitness coach, hamma tarafdan fitness xuddi doktor deb ko'rishadi u insonni. Vaholanki buni vazifasi, fitness trenerning vazifasi mushak o'stirish, o'sha yog'ni yo'qotish, uni fokusi o'sha liniyasi узкий. Da, o'zi g'arbda o'zi qanday hozir rivojlangan mamlakatlarda agarda fitness trener zalda ishlaydigan bo'lsa, unda уже apriori специальный образованияsi bo'ladi. Вот именно fiziologiyani o'qigan, biomexanikani o'qigan, o'zi shunday bo'lish kerak. O'zi любой fitness trener, то есть fitness klubda. Lekin bizda unaqa emas. Продвинутый klublar bu narsani kontrol qiladi, lekin 90% O'zbekistonga fitness klublar bu trenerlarni qabul qilganda u narsaga e'tibor qilmaydi. Lekin bu faktorga ishonishadi. Bu salbiy tomoni, chunki fitness trener bu fitness klubda yuzi. Agarda fitness treneringda ma'lumoti bo'lmasa, значит sen fitness klubingda saviyasi juda ham past. G'arbda shunday. Bu qayerdan kelib chiqadi? Odamlarni o'zi shu narsani talab qilmaydi. Talab yo'q, shuning uchun fitness trenerlar o'qimaydi. Agarda har bitta odam fitness klubga kelib so'rasa trenerdan, siz anongiz bormi, ma'lumotingiz bormi? Mana bu fitnessdagi ma'lumotingiz bormi, o'qiganmisiz? Shu yerda o'zi sразу gap tugaydi hozir. Ko'p joylarda. Agarda fitness trenerlar o'qigan bo'lganida, hozirgi muammolar, ko'pchilik muammolar bo'lmasdi. Shunaqa absurdniy tavsiyalar bo'lmasdi. Meva yeyish mumkin emas, agarda ozmoqchi bo'lsang, 3 litr suv ichishing kerak. Faqat bittagina nimani yedirib ozdiradi. Optimal bo'lmagan yo'lda taklif qilinishadi. Da, rezultat bo'ladi, lekin bu rezultatni
boshqa optimal yo'l bilan erishsa bo'ladi. Например, $1000 ishlashimiz kerak. Kimda bilimi bo'lsa, shu $1000 ishlash uchun juda ham kam energiya sarf qiladi. Lekin kimda bilimi bo'lmasa, majbur bo'ladi. Ketmon chopadimi, stroykada ishlaydimi, fitnessda ham shunday, yog' yo'qotishda ham shunday, muskul o'stirishda ham shunday. Agarda biliming bo'lsa, chiroyli tana qurish qimmat ham emas, qiyin ham emas. Hamma narsa bilimga kelib taqaladi. Shuning uchun hozirgi O'zbekistonda fitness segmentida vaziyat shunday. Trenerlar hozir Toshkentda ochildi o'quv markazi. Kimdir o'qiyapti, lekin ko'pchilik o'qimayapti. Например, mana bu endi o'zimiz nimamizda kurugimizda aytamiz, kachuk akalarimiz deymiz. Hech kimni shaxsiyatiga tegizmay aytamiz bu narsani, umumiy narsa, prosta unaqa bolalarda ehtiyoji yo'q. Nimaga? Chunki birinchidan genetikasi yaxshi, hamma qilgan narsalarni qilib yuribdi, mushagi o'sgan, unda ehtiyoj yo'q qandaydir yangi ma'lumot olish, o'z ustida ishlash. Itak chiqqan nima qiladi vaqtini, soqqasini shunga sarf qilib. Shuning uchun vaziyat shunday, rivojlanmayapti. Kimdir fikrlash darajasi sal yuqoriroq, shu narsani tushunadi. Men agarda bu narsada mutaxassis bo'lmoqchimanmi, raqobat bordosh bo'lmoqchimanmi, обязательно o'qiydi. Shunday, hozir shunaqa to'g'ri, chunki trener bu o'zi uchun zanimatsiya qilish boshqa, trenerlik qilish boshqa. Chunki siz javobgarsiz, trener bo'ldingizki, siz определенный obyekt bilan shug'ullanasiz, u obyektga moslashishingiz kerak. Uni genetikasini bilishingiz kerak, uni masalan gormonalniy taraflarini bilishingiz kerak, unga moslab planirovka qilishingiz kerak. То есть hammaga bir xil planirovka qilish, естественно, noto'g'ri. Siz aytganday, ularda genetik adaryoni bo'lsa, u qachok bo'lgan bo'lsa, u degani emas. Bizda shunaqada endi bu xalqimiz sodda deymiz. Bizda ko'rdi, внешний baquvvatmi? Bo'ldi, bu zo'r. Buni ilmini olish kerak. Da bir tarafdan to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin imенно mohiyatiga borib taqalmaymiz-da. Xuddi bu sohada, hamma sohada shunday deb bilaman. Bizning sohamizda ham shunday. Trader desa bo'ldi. Ikkita mashinasi bo'lsa, paradi o'zicha chiroyli kiyingan bo'lsa, u trader. Ilmini hech kim so'ramaydi, uni qanday, nima bo'lyapti so'ramaydi. Xuddi shunday bu yerda ham masalan 10 ta bolani trading bilan qiyoslayapman sizga. Masalan, bu yerda 100 ta trader 100 ta bolani olib o'qitsa-yu, hammaga $1000 dan shotga kirgiz, savdo qil desa, по-любому yoki tepa ketadi, yo past ketadi bozor. Po-любому 20 tasi yoki 30 tasi foydaga chiqadi, ularni olib reklama qildiradi. Da. 80 tasi pul yo'qotadi-ku, ana 20 tani ko'rsatadi, ana bular pul topdi, endi sizlar o'qishlaringiz kerak. Ular lekin prosta u sudba shunaqa bo'ldi. Bularga vizyon, ularga ne vizyon. Ularni boshqa konspirologik qilib ko'rsatdi ularga. Ularning orqasidan brokerdan ular slip qilgan puldan 70-80% ni oladi. Xuddi shunday zalda ham 10 kishiga bir xil programma, большинство masalan 20% ni emas, bu yerda bir 50-60% o'sib ketadi. Ularga keyin o'sib ketmaganlar, ya'ni pastga quyiga tushganlar aytadiki, "Da, bularda o'xshadi, menda o'xshamadi, demak ayb menda." Ayb trenerda demaydi, ayb manda ekan degan xulosaga keladi. O'shani do konca mohiyatini tushunsa, ya'ni Qur'onni qoricha yodlash bor, ma'nosini tushunmasdan, ma'nosini o'sha tafsirini bilib yodlash bor. O'sha uchun men ham harakat qilyapman insonlarga tushuntirishga. Bir narsani o'rganmoqchimisiz? Siz aytganda o'sha doskональный ichigacha o'rganinglar, shubaki keyin borib bu narsani ilmni nоситель знания o'sha yetkazuvchi bo'linglar. Не только faqat shablon bir narsani A deb oldingiz, A deb berdishdan ko'ra nima uchun A deyapti? Boshqa holatlar bilan yuz to'qnashsangiz, o'sha holatni 10 ta holatga ham tushuntirib berib bilasizda. Hozir masalan siz aytganda faqat shablonni bilsa, o'sha hodisa boshqa formatda kelib qolsa agar, tushunmaydi nima qilishni o'sha. O'sha momentda o'sha yaxlab qoladi trener. Da, siz juda ham to'g'ri primer keltirdingiz. Bu siz keltirgan primerda primolineyni fitnessga ham nima переносить qilsak bo'ladi. Например, qancha trenerda ko'p shogirdi bo'lsa, ichidan по-любому ikkita uchtasi genetik одаренность chiqadi. Yaxshi rezultat ko'rsatdimi? Именно shu bolalarni ko'rsatadi ijtimoiy tarmoqda. Mana shunaqa edi, shunaqa bo'ldi deb. Lekin biz ko'rmaymiz. Mana shu metodni qo'llagan bolalar rezultati bo'lmagan. Lekin agarda trener действительно fiziologiyani tushunsa, u biladi o'zi
Bizda mana men Moskvada o'qiganman, bizga aytishgan trener hujayra darajada no fikr yuritish kerak trenirovkada. То есть qandaydir mashqni qilyapsanmi, hujayrangda nima bo'layapti? Mana shu narsani sen inobatga olib trenirovочный programmani qilasanmi yo strategiyani tuzishing kerak. И odam har bitta odamning sharoiti boshqa, fiziki возможности boshqa, maqsadlari boshqa. Shuning uchun individual yondashuv shunday bo'ladi. Sizga определенный programma, boshqaga определенный programma, соответственно sizning kaloriyangiz boshqacha, buni kaloriya boshqacha. Hozir shunaqaki bitta shablonniy agarda vazn tashlaydigan problemani oladigan bo'lsak, hozir O'zbekistonda даже весь dunyoda bu dolzarb masala, ortiqcha vazn, ortiqcha yo'q, ammo harakat qiladi tashlashga. Trenerlarga borishadi, hammasiga bitta shablonniy metod. Kurining grudka yeyishing kerak, varyonniy. Tuxum 8 ta oqi, faqat 2 tagina sarig'i, boshqa mumkin emas. Pomidor bodring, qaynatilgan guruch, tam grechka, все. Qancha odamlar menga yozyapti, aka da. Biz bu narsani qildik, 2 oy, 3 oy, 20 kilo, 25 kilo ketdi. Lekin biz bunaqa pitaniya bilan dальше umr kechira olmaymiz. Невозможно. Biz sportsmen emasmiz-ku. По-любому odam tushunmaydi. Har xil vaziyatda qanday yo'l tutish kerak. Chunki trener faqatgina shablon bergan. Mana shuni qilasan bo'ldi. Bilim bermagan. Biliming bo'lmasa, sen o'z pitaniyangni har xil sharoitga moslashtira olmaysan. Majbur bo'lasan, eski pitaniya modeliga qaytasanmi, tashlagan vesing sekin-sekin qaytib keladi. Shuncha qilgan mehnatning, to'lagan soqqang, vaqting bepul, to есть besamar ketadi. Behuda ketib qoladi. Mana shunaqa bo'lmasligi uchun, men agarda fitness oladigan bo'lsak, vazn tashlashdi. Rezultat qilinishi kerak, shu rezultat uzoq umr davomida ushlanib yurish kerak. Asosiy maqsad shunday. Rezultat qilish problema emas. Har xil yo'l bilan qilsa bo'ladi. Lekin eng optimal yo'l bu bilim orqali. Chunki ushlab qolish uchun bilim kerak-da u narsadan keyin. Siz aytganda har kun o'sha kurinli grudka, har kun guruch yeb yurish imkonsiz. Bu har kun me'daga uradi bu narsada. Baribir inson biza. O'sha uchun siz aytmoqchi bo'lgan yechim shu kaloriyani o'sha bilim bo'lsa, insonning bilimi bo'lsa, qaysi vaziyatda nima qilishni biladi, mohiyatini tushunib yetgan bo'lsa, fundamentalni. O'sha uchun trener не только faqat trenirovka qildiradigan yoki mana buni qildiradigan, tushuntirib berish kerak. Nima uchun bu narsa bunaqa ta'sir qilyapti senga? Imina senga nima uchun bunaqa ta'sir qilyapti? Hozir bitta muammo ham bor O'zbekistonda, не только O'zbekistonda, imina O'zbekistonni gapiryapmiz. Bizada bitta muammo bolalar kachoq bo'lishni xohlaydi. То есть именно forma chiroyli qilish emas, именно kachoq bo'lish, именно внимание talab uchunmi yoki meni o'zim masalan sizga aytdim, что men yoshligimda, где-то 18-20 yoshligimda 117 kilo bo'lganman. Bitta gapingizni eshitganman, siz ham что katta bo'lgansiz. Реально menda razbor bo'lib qolsam, bolalar уже сразу задний berardi, boshqa. Lekin buni badali bor edi-da. Menga ham уже yugurishlarim yaxshi emasdi, hansiraydi odam, ko'p ovqat yeydi. Уже ko'p qimirlash kelmaydi insonni, ko'p uyquchan bo'ladi. То есть giperaktivность tushib qoladi-da, pastga tushib qoladi aktivность. O'shanga men sarinovaliga tayyorlanib, to 81 kilogacha ganat qilganman-da. Endi to есть yillar davomida ketgan u narsa. To есть boksda bizda mushak ko'p kerak emas bo'lgan. Chunki mushak ko'p kislorod talab qilgan, boshqa talab qilgan, tez charchatgan insonni. O'sha uchun tushirganman. O'sha vaqt o'zimni qanaqadir yengil his qilganman-da. O'sha uchun prioritet bolalarda o'zgarib qolganmi nima deyman-da, что ularga sog'liq emas, главный vid muhim bo'lib qolyapti hozir bolalarga. Vidi chiroyli bo'lsin, farqi yo'q ularga, sog'lig'idan ketadimi keyin yoki buni balkim tushunmaydi, balki o'ylaydiki kuchli, katta qomat, gavda, o'sha mushaklar bu sog'liq ramziday bo'lib qolganda ular uchun. To есть kachoq ular uchun sog'lom inson. Bunga munosabatingiz qanday? Qarang, bu nimadan kelib chiqadi? Mana men ham bu nimadan o'tganman, etapdan o'tganman. Bu odatda где-то 25 yoshgacha bo'ladi. Chunki biz hammamiz hali bizda fikrlash darajamiz unaqa darajaga ko'tarilmagan, opitimiz yo'q. Biz o'ylaymizki, soqqamiz yo'q,
biz harakat qilamiz, любой bola o'ziga внимание talab qiladi, тем более противоположный polda. Agarda soqqang bo'lmasa, единственный bitta instrumenting bu seni tanang. Shuning uchun biz o'ylaymiz, qancha katta bo'lsang, mushaklaring katta bo'lsa, shuncha sen o'zingda atrofingdagi bolalarda уважениyaga erishasan, и plus sen o'ylaysanki, противоположный pol qaraydi senga. Lekin endi biz kattarganimizdan keyin biz bilamizki, unaqa emas. Hamma narsa kelib fikrlash darajangga и aqlingga kelib taqaladi. Agarda biliming bo'lsa, aqling bo'lsa, всё, soqqang ham bo'ladi и agarda buni kachat qilsang, normally tanani ham kachat qilasan. И endi qarang, agar sog'liqqa keladigan bo'lsak, da mushak bu sog'liq, обязательно любой odam mushakni kachat qilish kerak. Не только chiroyli tana uchun, sog'liq uchun, chunki mana yangi zamonaviy tadqiqotlar chiqyapti, hammasi ko'rsatyapti. Уже mushak nimasini, to'qimasini endokrin organga taqqoslashyapti deb aytayapti, miyakin degan narsalar chiqadi. Bu saratonga qarshi effektlari bor. Juda ham ko'p ijobiy effekti bor sog'lig'imizga, immunitetimizga. Обязательно har bitta odam kachatsa qilish kerak. Lekin anodan shunaqa nuqta keladiki, u nuqtadan ko'p mushak massang olsa ham u ijobiy anolarni bermaydi. Nazorat salbiy ta'sir qiladi. Nimaga? Qancha ko'p mushak massang bo'lsa, shuncha ko'p yuraging qon bilan ta'minlash kerak mushaklaringni. Da. Avtomatik qon bosiming ko'tariladi. Qon bosiming ko'tarildimi, u raniya smert, ertaga o'limga olib kelishi mumkin. Ko'p mana bu bodybuilderlarni ko'rsak, qon bosimi fisikda yuqori bo'ladi. Shuning uchun shu narsani ham inobatga olish kerak. Yoshlarga mana bu podkastni boshladik. Maqsad shu podkastdan asosiy urg'u yoshlarga mana buni kachat qilinglar. Mana buni kachat qildilaringmi, soqqa ham bo'ladi. Soqqang bo'ldimi, o'zingga любой условия позволять qilasan и nimangda, tanangda ham xohlagan urovingga yetkazishing mumkin. Kerakmi senga katta mushak massa, nimagadir sen uchun shu muhimi, marhamat qilasan. Lekin agarda birinchi bilimindan boshlasan, mana shunaqa podxod bo'lsa, yondashuv bo'lsa, birinchi kalladan kachatsan. Ancha anaqa yengil bo'ladi и har bitta harakatingdan maksimal darajada samara chiqarib olasan. Hozir unaqa afsuski emas, lekin mana siz bilan ish boshladik. Mana shu bizning birinchi qadam bo'ladi bu yo'nalishda. Men absolyutno shunga ishonaman. Любой hayotdagi muammoni zaminida ilm yotadi. Ilmimiz yo'qligi uchun ham bizni gazimiz yo'q deymiz, ilmimiz yo'qligi uchun ham bizda xitoyliklar bosib ketyapti deymiz, ilmimiz yo'qligi uchun ham to есть hammasiga ilmsizligimiz vinovat bo'lyapti. O'sha uchun birinchi o'sha hayotimizni tashkil qilib turgan narsamiz bizni miyamizda, to'g'ri aytdingiz, shu mindsetda nimani fikrlasak, borib hayotimiz o'shanga o'zgarib boraveradi. Da buni men qanaqadir sverxsposobniy qilib tushuntirmoqchi emasman. Endi shunaqa tushuntiriladiganlar ham bor. Shu pul desang pul keladi. Yo'q. Faqat pulni o'ylash kerak emas, unga olib boradigan yo'llarni, uni keltiradigan yo'llarni o'ylashimiz kerak. Masalan, qomat deyapmiz. Tushunsalar, men masalan bu kishi bilan muloqotda bo'lgan vaqtim tushunyapman. Уже siz o'sha kaloriyani masalan o'zingizni bir kunda yo'qotadigan, masalan, u metabolizmingizga bog'liq bo'lishi mumkin. Qancha kaloriya rasxod qilishingiz bir kunda. Har kimning individualda, masalan, mana operatorimiz hozir murojaat qildilar bu kishiga, что men ves olib bilmayman. Chunki bu kishida metabolizm baland bo'lishi mumkin. Bu kishini veslaridan ko'ra o'sha kaloriyalari boshqalardan ko'ra ko'proq zigat qilishi mumkin. Bu kishi o'shani kalkulyatsiya qilsalar, masalan, kunlik yo'qotadiganni ko'proq iste'mol qilishni boshlasalar, ves oladilar, kamroq qilsalar, ves yo'qotadilar. Mana shuni oldin narsani kalkulyatsiya qilish uchun bilim kerak. Bilimni tushunib olish uchun esa yaxshi mutaxassislar bilan o'tirib muloqotda bo'lish kerak. Eng yaxshi informatsiya qabul qilish bu obmen informatsiya, ya'ni muloqotda. O'sha uchun men o'ylardimki, что bitta insonni tashqi ko'rinishiga qarab sразу xulosa chiqarish kerak emas. Tamom, mana shu juda katta gavdalik, shundan o'rganaman. Yo'q, siz uni gaplariga ham e'tibor. Da, внешний faktorga e'tibor berish kerak, chunki ruslar aytadi-ku, qanday ko'rinsang, shunday birinchi boshlash. Da, qarang.
u bilan muloqotda yana дополнительный analiz qilish kerak. Chunki bizda xuddi shunaqa bo'lgan, hozir o'sha внешний faktor bilan zamonit qilib oladi odamni-yu, tamom u nimani aytsa shunga ishonadi inson. O'sha uchun maktabimizda bitta narsa bo'lardi. O'sha narsani hozirga kelib tushunganman. Milliy g'oya, milliy mafkura degan darslar bo'lardi. Men aytaman, nima uchun bu darslar bo'lar ekan o'zi? Ya'ni kerak emas deb o'ylardik. Lekin u yerda tushuntiriladi, endi yaxshi o'tilmagan baribir o'sha vaqtda, lekin hozir tushunib yetaman. Maqsad shu bo'lganki, odamlar o'sha inson tushunib yetish kerak, mohiyatni, o'sha g'oyani tagida nima borligini tushunib yetish kerak. Lekin hozir tushunyapman, bizani insonlarni ilmsizligidan foydalanib, любой направлениеga qayverish oson. O'sha uchun harakat qilyapmiz biza, Ramiz aka, men va boshqa komandamiz a'zolari shunga harakat qilyapmiz. Ilmsiz bo'lsak bizani qayergadir olib borish oson bo'ladi. Chunki bizga masalan g'arbga yondashamiz, g'arbni follow qilamiz, ya'ni o'sha ularni kuzatamiz, ularday bo'lishimiz kerak deymiz. Yo'q. Ularni yaxshi tarafini olishimiz kerak. Ular hamma tarafda yaxshi emas. Ularni yaxshi tarafini olishimiz uchun uni separate, ya'ni определить qilishimiz uchun ilmimiz bo'lishi kerak. Ilmimiz bo'lsa, определить qilib bilamiz. Ilmimiz bo'lmasa, u hammasini уже qabul qilishga majburmiz. U miya oshqozon emas-da, o'sha yoqmasa qusib qaytarib yuborsa, miya любой narsani pitat qilaveradi. O'sha uchun informatsiyaga ham filtr qo'yishda shunaqa mutaxassislardan foydalanyapmiz. Что men sizlarga aytib o'tardim. Da sizni o'zingiz treneringiz bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Hech kim bitta trenerdan ket demayapti. Vaqtida ota bobolarimiz ham juda ham ko'p insonlarni ustoz qilib olgan o'ziga. Kuzatinglar, ko'proq olinglar va taqqoslanglar informatsiyalarni. Olinglar va taqqoslanglar. Shunda rezultat ko'rasizlar. Bir kishiga ko'r-ko'rona ishonish bu xato. Men uchun. Da, endi qanday bo'lgan? Mana men ham u etapdan o'tganman. Nimaga men ham 117 qanday katta vaznda bo'lganman. Nimaga? Chunki men offline rejimda ishlaganimda men majbur edim, потому что odam keladi-ku trenajyorning zalga. Seni birinchi vizualni otsenka qiladi. Xohlaysanmi, xohlamaysanmi? В любом случае, agarda sen shu orqali soqqa qilyapsanmi, sen вынужденsan, majbursan shunaqa выглядеть. Shuning uchun men shunaqa katta tanaga ega bo'lganman, shuning uchun menga bu kerak bo'lgan, men tushunganman. Nimaga menga bu shunaqa mushak kerak, nimaga men shuncha kaloriya yeyishim kerak. Keyin vaqt o'tadi, sen o'zingni anongda professionalizmingni oshirasan, o'qiysan, уже bilasan. Senga уже keyingi pog'onaga chiqishing kerak. Keyingi pog'onada уже совсем boshqa odamlar, fikrlaydigan odamlar. Ular уже seni anonga qaramaydi, seni bilimingga qaraydi. Men уже hozir faqat biznesmenlar bilan ko'pchilik ishlayman-da. Ular odamlar fikrlash darajasi juda ham yuqori, совсем boshqacha. Birinchi o'ylaydi. Siz aytgan narsani sraz analiz qiladi, ular ko'r-ko'rona ishonmasdan. Trener shunaqa odamki, mana siz keldingiz. Sizning qo'lingizda soqqa bor. Siz buyurtmachisiz. Meni vazifam, to есть sizni maqsadingiz, например, chiroyli tana vaznni tashlash. Men vosita. Sizning maqsadingiz prosta men bilan ishlash emas-ku. Siz meni vosita sifatida ishlatasiz, lekin maqsadingiz vес tashlash. Endi men siz buyurtmachisiz, soqqa sizda. Siz kelyapsizki, aytyapsiz. Men har kuni burger yemoqchiman. Siz de aytyapsiz. Men xohlayman har kuni burger yeyishni, lekin men vazn tashlashim kerak. Men хороший, то есть yaxshi mutaxassis bo'lsam, men aytaman, без проблем. Men shunaqa qilaman. Sizni zaprosingizni inobatga olgan holda, sharoitingizni inobatga olgan holda programma trenirovочный anaqa bilim berishim kerak. Menga qaram bo'lmasligingiz uchun. Hozirgi vaziyat qanday O'zbekistonda? Keladi trenerga, всё. Mana aytganim aytgan, deganim degan. Boshqacha bo'lmaydi. То есть odam постоянно qaram bo'lib qoladi, trenerlar soqqasini sug'urib oladi. Chunki trenerlar majbur shu orqali nima qilyapti, pul qilyapti. Meni podxodim boshqacha. Men ilm beraman, bilim beraman. Men bilan odam bir oy ishlaydim, 2 oy ishlaydim, всё, независимо bo'lib ketadi. Meni maqsadim shu bilim berish и свободный плаваниyaga yuborish. Menga qaram bo'lmasin. Chunki bu narsa uni umrining oxirigacha yordam beradi. Figura qilish qiyin emas. Agarda vazn tashlashni oladigan bo'lsa, mana shu natijani ushlab qolish eng muhimi. Bilim bo'lmasa, ushlab qola olmaydi odam. Все время orqaga qaytib keladi. Shuning uchun
kichikda bilimdan boshlash kerak. Agarda O'zbekistonda fitnessni oladigan bo'lsak, birinchi nimadan boshlash kerak? Хотя бы qaranglar-da, fitness trener по-любому tanasi yaxshi bo'lishi kerak. Kimdadir genetikasi yaxshi, katta mushakka ega bo'ladi, kimdadir genetikasi yaxshi emas, kichikroq bo'ladi. В любом случае fitness trener yaxshi figuraga ega bo'lishi kerak. U пример для подражания. Ikkinchisi, nimaga urg'u berish kerak? O'qiganmi, yo'qmi? Qarash kerak. Ma'lumoti bormi, yo'qmi? Agarda ma'lumoti bo'lmagan bo'lsa, всё. Da qandaydir figurasi bo'lmasa, sizga beradigan tavsiyalari bu 90-80-yildagi informatsiya bo'ladi. Например, men qo'llaydigan metod bu ilmiy yondashuv. Потому что texnologiya yildan yilga rivojlanadi, ilmiy tadqiqotlar yangi chiqadi, pog'onaga chiqadi. Agarda shu ilmiy tadqiqotlarda sen постоянно nazorat qilmasang, sen orqada qolasan. Sen agarda zamon bilan hamnafas yurmoqchi bo'lsang, trendda bo'lmoqchi bo'lsang, постоянно izlanishda bo'lishing kerak. Например, mushak o'sishini oladigan bo'lsak, 3 ta teoriya. Birinchi nazariya qanday edi? То есть shikastlanish nazariyasi. Mushak o'sishdan oldin birinchi seonni yirtishing kerak, trenirovka orqali, keyin senda u tiklanish bo'ladi, superkompensatsiya mushaging o'sadi. Vaqt o'tyapti, texnologiyalar rivojlanyapti, ilmiy tadqiqotlar qilyapti, ilmiy tadqiqotlar shuni aprovergat qilyapti. Yo'q, bunaqa emas. Naborot, mikroshikastlanish mushak o'sishiga salbiy ta'sir qiladi. Bu ilmiy tadqiqotlarda ko'rsatilgan. Ikkinchi nazariya, vaqt o'tyapti. Gormonal nazariya, to есть birinchi testosteron chiqishi kerak. Testosteron chiqsa, keyin mushaging o'sadi. To есть shunaqa metodlarim bo'lardi. Agarda qo'lingda o'stirmoqchi bo'lsang, birinchi обязательно oyog'ingni kachat qil, prisidaniya qil birinchi, gormoning chiqadi, keyin trenirovka davomida gormon boradi hujayraga, kiradi, o'sadi. Vaqt o'tyapti, tadqiqotlar ko'rsatyapti, bu teoriya ham ishlamayapti. Hozirgi nazariya teoriya mexanического напряжения. Обязательно har bitta mushak tolosi mexanический, то есть mexanik kuchlanishni испытывать qilish kerak. Rag'bat tushadi, то есть mexanический stimul ximическийga aylanadi. Mexanotransduksiya deyiladi bu narsa. Keyin mushakda sintez jarayoni boshlanadi agarda siz ovqatdan oqsil beradigan bo'lsangiz, yetarlicha energiya beradigan bo'lsangiz, mushak o'sadi. Hozirgi paytda ilmiy tadqiqotlar ko'rsatyapti, teoriya mexanического напряжения. Lekin ko'pchilik, afsuski, mana bu katta qachok akalarimiz bu narsani bilmaydi. 80-yildagi teoriya bilan yurib chiqdi. Yirtish kerak, keyin o'sadi. Hozir ham Instagramda shuni ko'rishingiz mumkin. Mushak qanday o'sadi degan vaqt xuddi shu primerni, ya'ni 70-80-yillardagi o'sha teoriyani ko'rsatishyapti. Ya'ni mushak yorilishi kerak, yirtilishi kerak va восстановление jarayonida qayta yana ko'proq mushak tolalari paydo bo'ladi degan teoriyani qachat qilishyapti. Tushunyapsizlar, что u informatsiyani просто olyapsizlar, bir filtrlash yo'q. Chek qilsalar, u informatsiya bekor bo'lgani, ya'ni u informatsiya уже устаревший bo'lganini bilasizlar уже. Да. И sizni, например, nimangizda ham, yo'nalishingizda ham, trading bo'yishda ham. Hozir bizda shunaqa zamonda yashayapmizki, zo'r zamon. Imkoniyatlar zo'r internet orqali. Lekin shuncha informatsiya kelyapti, u informatsiyani sortirovka qilish uchun bazaviy bilim kerak. Biliming bo'lmadimi, всё. Mohiyatini tushunib, kimga ishonadi? Например, fitnessda oladigan bo'lsa, kimga ishonadi? Mana bu kachok, mushagi kattaroq-ku, shuni gapi to'g'ri, shunga ishonaman. Siznikiga, например, keladigan bo'lsak, moshenniklar ko'p-ku. Mana Ferrari'm bor, bir kundan men 1 million qilaman, boshqa qilaman, shunaqa qiladi, bunga ishonadi. Невозможно. O'sha o'ylab qolaman-da, qanaqa logikaga ega bo'lish kerak из-за того, что shu $500 $1,5 million qildim degan narsaga ishonish, bu kechirib qo'yasizlar, уже bu juda saviyasi past inson bo'lish kerak-da, inson. Men tushunmayman, сразу bu hamma segmentlarda shunday bo'lyapti, hamma segmentlarda, не только trading, не только fitness, boshqa joylarda ham. Ya'ni filtrlash uchun основной baza informatsiya yo'q insonlarda. Ya'ni mohiyatini bilmaydi, fundamentini bilmaydi, tagidan masalan mashinani haydashni biladi-yu, motoriga nimadir bo'lsa bilmaydi. Qanday uni balonni harakatlanyapti, qanday, to есть qo'pol qilib aytsak, o'sha narsani tushunmayapti yoshlarimiz. O'sha uchun bu narsalarga ishonib qolyapti. To есть mashinasi bo'lsa, tamom, u trader yoki qanaqadir qachok bo'lsa, tamom, u fitness trener. Shu yerda основной problemamiz. Mana bu aytib o'tgan gapingiz
manga juda ham ko'p narsani eslatgan, juda ham ko'p odamlar aytgan, oyoq o'sha tepang katta bo'lishi uchun, ya'ni badanning tepa qismi kattalash uchun обязательно oyoqqa ishlashing kerak degan narsaga men ham qo'shilmayman, chunki aytdim, o'zimni ukalarim bor, ko'rganman, ularni tepa qismi, badanning o'sha tanasining tepa qismi juda ham katta, lekin oyoqlari kichikroq. U deganiki, bu уже противоположно, уже ko'rsatib beryapti. Ishlamaydi bu narsada. Qanaqadir o'sha moment boost qilishiga yordam berishi mumkin. O'sha moment boost, ya'ni o'sha davleniyani ko'tarib, o'sha kровообращение, o'sha moddalar almashishini yaxshilashi mumkin. Lekin bu narsa 100% mana shu narsa orqali ishlaydi deyish bu xato. Muammo bor. Haligacha bu muammoni hech kim ko'tarmadi. Siz bilan biz hozir birinchi qadam qilyapmiz. To есть muammo bor, muammoni qachon yechishimiz mumkin? Bu muammo haqida gapirib, shu muammoni yechimini berishimiz kerak. Просто tak emas, da gapiryapmiz, muammo bor, shunaqa, lekin bizda yechim ham bor. Da. Yechimni ham beramiz bolalarga. Shuning uchun shunaqa yo'l tutish kerak. И в любом случае, agarda O'zbekistonda jamiyatini oladigan bo'lsak, в любом случае bu narsaga biz viloyat qila olmaymiz. Fikrlash darajasi yuqori bo'ladigan bolalar bor. Kam fikrlash darajasi past bo'ladigan bolalar bor. Shuning uchun bizda vazifamiz mana shu fikrlash darajasi yuqori, ilmga bo'ladigan, intiladigan bolalarni bitta joyga jamlash, sekin-sekin ular bilan rivojlanish, shuni orqasidan boshqalar ham sekin-sekin orqasidan kelib rivojlanish bo'ladi. Da. Birdaniga rivojlanish bo'lmaydi. Sekin-sekin xuddi shu uchun men ham shu qadam tashlaganimiz, sizga o'sha videomizni tushuntirib o'tdik, bir-birimizga mos keldi videomiz. Sekin astalik da bu biza aytmayman men, что bir kunda o'zgarish bo'ladi deb, chunki meni tanlagan yo'lim shunaqada, biznesda, tradingda, boshqasida bu yerda stabilnost yo'q. Bu yerda hozir qilayotgan harakatlaringiz 1 yildan keyin natija berishi mumkin, 6 oydan keyin natija berishi mumkin. O'sha periodda siz sabringizni, matonatingizni ko'rsatish kerak. Men bu boshlagan yo'limda men qaytmayman, что jamiyatni o'zgartirish uchun aytdim, kelajakda o'sha yaqin kelajakda o'sha O'zbekistonda qanday o'zgartirsak bo'ladi jamiyatni, ya'ni o'sha ildizlarimizni qo'yib, ildizlarni qanday qo'yamiz? O'sha tushunadigan yoshlarni tortib, ular asosida magnitniy teoriya bir-biriga tortaveradi. Set qilmoqchimiz O'zbekistonda imенно fitness uchun 12 ta viloyatda set qilmoqchimiz va bu set orqali u yerda fitnessni imенно ilmiy taraflarini ham o'rgatish kerak. Imенно insonlarning sog'lig'ini tushunishi uchun. Chunki tana miya bilan bir xil parallelni bo'lish kerak, ishlash kerak. Chunki tanangiz qanaqa holatda bo'lsa, miyangiz xuddi shunday ishlaydi. Agar sizni og'riqingiz bo'lsa, qanaqadir o'zingizni yaxshi his qilmayotgan bo'lsangiz, o'sha sizga ilm kirmaydi. Agar men o'sha uchun aytaman-da, jamiyatni rivojlanishiga eng asosiy narsa bu jismoniy holat. Jismoniy holat. Meni masalan shuncha ko'p kishi so'raydi, qanday 6 ta biznesni upravlat qilasan? Qanday masalan shuncha narsani upravlat qilasan? Qanday stressni pagashat qilasan? Chunki tradingda juda ham katta stress, kriptovalyuta bu up and down. Bir ko'rasiz Bitcoin o'sgan, men shunaqa hayot tarziga ega insonman-da. Menda stabilnost yo'q. Men bir ko'rasangiz tepada, bir ko'rasangiz pastda, bir ko'rasangiz masalan u yil aprel oyida men 7 million dollar yo'qotgan insonman. 7 million dollar bir kunda Dubayni suv bosganda, menyerlarim u birinchi marta Dubay tarixida unaqa yomg'ir bo'lgan. 7 million dollar yo'qotgan. Force majeure holat bo'lgan. Ya'ni Bitcoin, kriptovalyuta, trading bular juda ham nestabilniy hayot. Buni ushlash uchun nima kerak? Stressni men yo'qotishim kerak. Stressni ushlash kerak. Bunga nima stressni ushlab beradi? Bu tana. Tana o'sha narsani qabul qilib, o'sha narsani pagashat qilib, o'sha narsani распределил qilib, o'sha narsani yo'qotib bilishi kerak. Agar slabiy inson bo'lsa, u narsani, ya'ni tana jihatdan slabiy inson u narsani ko'tarib bilmaydi. O'sha uchun tana bilan miyani bir xil ushlab ketish kerak. Aytadiki odamlar, ya ilmni olishim kerak, botanik bo'lishim kerak, botaniklar upravlat qiladi. Yo'q, bizda shunaqa stereotip qo'yilgan. Agar kachok bo'lsa, u tamom dum aqlsiz degan narsa bor. Hozir ham bor shu narsa. Tupoy kachok degan. Tupoy kachok degan, ya'ni medvedga qiyoslashadi, ya'ni kachok, lekin aqlsiz. Yo'q, men shu narsani sindirishga harakat qilaman-da, chunki agar umniy odam kachok bo'lsa, nabarot 2 barobar ko'proq bo'ladi. Bu narsani o'zimizning ota-bobomiz o'sha Abu Ali ibn Sina ham o'zi Buxorodan aytib o'tganlar. Sog'lom tanda sog'lom aql. To есть
tana bu fundament miya uchun. Da. Fundament bu o'sha kerakli narsalarni, o'sha kerakli bo'lgan gormonlarni yetkazib beradi tanaga. O'zi по сути olsangiz, tana o'zi gormonlar bilan ishlaydi, o'sha взаимодействие, reaksiyaga kirishadi. O'sha uchun mana bu narsaga umuman qarshiman. Mutaxassisimiz aytdilar, что именно oyoqqa nagruzka bersangiz, tanangizni tepasi o'zgaradi. Boshqa. Da, o'sha vaqt boost berish mumkin, lekin bunaqa emas. Mana bu jamiyatdagi sog'lom turmush tarzini tavsiya qilyapsiz. Hozir aytdingiz, burger orqali ham yoki qanaqadir именно hozir aytib o'tayotgan o'sha glyukoza bo'lishi mumkin, shirinliklardan voz kech deydi, shirinlik 6 oydan beri yemabman deydi trenerlar, boshqa deydi. Hozir siz aytyapsizki, burger bilan ham, o'sha shirinliklar bilan ham vazn tashlash mumkin, ya'ni stressga qo'ymasdan badanni deyapsiz. Mana shu haqida ozgina ko'proq aytib bersangiz, что tushunsa odamlar, что ularga bu narsa уже qanday qaynatib quyuqlashib miyasiga qolib ketganki, men non yesam araqlab bilmayman, men gamburger yesam araqlab bilmayman, men yoki o'sha tort yesam araqlab bilmayman degan narsani chiqarib yuborish kerak. Ya'ni birdaniga bu imminna inson o'zi uchun ham, masalan, bu stress. Men ertalab turib kofe ichmasam yoki shirinlik yemasam, men bilaman, tushunaman, glyukoza kerak badanga. Miyam uchun mana glyukoza kerak, tezroq fokus berishim uchun. Chunki men multitask bilan ishlayman, 5 ta 6 ta zadaniya bilan ishlayman. Buning uchun menga glyukoza kerak. O'shani ilmiy tushunganim uchun men srazi ertalab uspet qilmasam nimadir ichishga shu shakar bilan qo'shib ichib yuboraman-da, что suv. Chunki o'sha kerak menga. O'sha menga qanday kirishi, qanday tarzda kirishi muhim emas, именно o'sha modda kirsa bo'ldi menga, что yoqilg'i unisiga. O'shanga menga ko'p kishi aytadiki, "Sen shokolad yesang o'zi bilmaysan, u qilsang o'zi bilmaysan." Men допустим ana shuncha qomatimni ushlab yurganimga asos sabab shu trenovka qilmasam ham ilmim orqali. O'shani insonlarga sizni tilingizdan yetkazmoqchiman, что bu narsa realniy chuj, realniy bu mif. Ligini что tort gordos bilan aytadi-da, 6 oydan beri men tort yemabman. Burger yemabman. То есть bu narsani xuddi qanaqadir iroda tarzida ko'rsatishadi-da, iroda timsoli sifatida ko'rsatishadi. Endi Instagramda meni obunachilarim ko'rgan, men tashiyorim bor, bilim bo'lsa, iroda shart emas. Endi qarang. Muammoning ildizi qayerda? Bilimsizlikda. Va shu bilimsizliklar kelib chiqadi. Mana qarang, ikkita yo'l bor. Birinchi yo'li cheklovlar bilan. Endi bilim bo'lmagandan keyin trenerga keladi, trener aytadi-da, burger mumkin emas deydi. Chunki o'zi tushunmaydi. Qanday buni amalga oshirsa bo'ladi? Burger yeb, shirinlik yeb qilsa bo'ladi-ku. G'arbda, Rossiyada hamma yerda buni qilyapti. Lekin O'zbekistonda, именно o'zbekcha язычный auditoriyada bu juda ham katta problema. Nimaga? Bilimsizlikdan. Endi qarang. Например, oldik. Siz shakarni olasiz, olasiz guruchni. Shakarni yeganingizdan keyin shakar hazm bo'ladidagini glyukoza va fruktoza sifatida qonga singadi. То есть saxaroza shakar 50% glyukoza, 50% fruktoza. Fruktoza jigarga boradi, glikogen sifatida. Glyukoza зависимый hujayralarga boradi. Bu asosiy bizning mushaklarimiz, miyamiz. Endi qarang. Odamni faoliyatiga, jismoniy faolligiga kelib taqaladi. Agarda siz kun davomida faolligingiz past bo'lsa, mushaklaringizda mana shu glyukozaga talab yo'q. Insulin shuni glyukozani oladi dagani mushakka olib boradi. Mushakda talab yo'qmi, glikogen to'lami? Nima qilish kerak? Insulin qand miqdorini qondagini balans qilish kerak-ku, gomeostaz. Boradagi yog' hujayrasiga tiqadi. Lekin siz trenirovka qilsangiz, kun davomida hattoki 10 ming, 12 ming qadam faolligingiz постоянно shunaqa yuqori bo'ladigan bo'lsa, yeydigan glyukozangiz mushaklaringiz bilan utilizatsiya bo'ladi. Farqi nima? Например, guruch yedingiz. Guruchda kraxmal. U ham qonga glyukoza sifatida tushadi. Shu glyukoza farqi nima? Sen shakar yedingmi? Non yedingmi? Grechka yedingmi? Burgerda anosini yedingmi? Batonni yedingmi? Nonni yedingmi? Farqi nima? Любой углевод. Kartoshkani yedingmi? Konечный produkt qonda glyukoza. Faqatgina seni faolliging
shuni kelib chiqadi, folingdan kelib chiqadi. Bu glyukoza qayerga boradi? Mushagingga boradimi yo yog' hujayrangga boradimi? Shuning uchun har bitta odam tushunishi kerak. Yaxshi anaqa, to есть biz yegulikni yomon yaxshiga ajratmaymiz. To есть bizni maqsadimizdan kelib chiqqan holda bu optimalmi yo'qmi? Kaloriyasiga например taqqoslaymiz. Например, biz yog' yo'qotishdamiz. Biz shirinlik yemoqchimiz. Siz например shirinlik yemoqchisiz. Endi kaloriya hisoblash kerak обязательно. Kaloriya hisobi nima bizga beradi? Bizga erkinlik beradi. Biz любой narsani o'zimizga позволять qila olamiz, lekin miqdorini kontrol qilamiz kaloriyasi orqali. Lekin sen kaloriyani hisoblashni bilmasang, sen majbursan. Menga mana bu mumkin emas, menga mumkin emas, faqatgina grudka yeb yurishga. Bu bilimsizlikdan kelib chiqadigan yo'l. Agarda biliming bo'lsa, kaloriyalarni qanday hisoblash kerak, BJUda qanday taqsimlashing kerak, to'yinganlikni organizovat qilish uchun qanday ovqatlanishingni tashkillashtirishing kerak. Все, umuman problema yo'q. Все, hamma narsa shu bilimsizlikdan. То есть burger yesa, mana meni kursimda ishtirok etayotgan bolalar qanchasidan eshitganman. Aka, rahmat. Shuncha vaqtdan beri anaqa trenerlarga просто tak $50 to'lab yuribgan ekanmizda, butun umrga oladigan yetadigan bilimni oldik. Например, kimdir xotiniga hisoblatib, bitta akamiz bor, kursda ishtirok etadi, xotiniga hisoblatib osh yeb ozyapti. Aka, rahmat, cheklovlarsiz kayf qilib ozyapman. То есть bilimni oldi, kursga keldi, o'qidi, bilimni oldi, все. Hech kimga qaramay emas, menga ham qaramay emas. Bir marta keldi, все. Mana shunaqa bo'lish kerak. То есть ildizi problemalarni, ildizi bilimsizlikda. Bilimsizlikda, da. Ответственностьni o'ziga olishni xohlamaydi, shu ham bor. Mana bu hozir aytib o'tdingiz, что odamlar grudka deydi. Bu yerda masalan qanaqadir parda sifatida ko'rsatilayotgan narsa oqsil, mushak uchun senga oqsil kerak, o'sha uchun grudka ye, mushak uchun senga oqsil kerak, o'sha uchun guruch ye, protein kerak, обязательно, qandaydir badlar ichishing kerak deydi. Mana bunaqa mushak bo'ladi, agar buni ko'proq yesang, uglevodni ko'proq yesang. Men shuni tushunib yetganman, endi sportdan chiqqanim uchun o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqqanman. Men juda ham ko'p shirinlikni yaxshi ko'rardim, tort. Qancha tort yesam ham semirmasdim men umuman. Chunki kuniga 2 marta o'sha sarivnovadan pesh 2 oy 3 mahal trenovatka qilardik. Energ расход juda ham dahshat. Yoshlikda masalan bolalar biz yosh bo'lganimizda qancha shokolad yesdik, lekin semirmasdik, chunki aktivnost juda ham ko'p bo'lgan. O'shandan tushunib yetganman. Osilish bo'ladi deydi, boshqa bo'ladi, teri osilishi, boshqa tanada bunaqa narsa yo'q, chunki ichkari kirganda hamma narsa qo'shiladi va moddalarga almashadi-da. To есть ximicheskiy bo'lib ketadi hamma narsa. Buni moddasi boshqa ekan, uni moddasi boshqa ekan. To есть burgerga ham o'sha un orqali bo'ladi hamma narsa. Birinchi o'sha ko'rinishi un bo'ladi yoki o'sha bug'doy bo'ladi, o'sha pichoniga ham xuddi shunaqa. To есть xom ashyo sifatida qarasak, birinchi ko'rinishini o'sha narsa. Men o'sha narsasiga tushunmayman odamlarga-ki, shu narsani juda ham qattiq qilib qo'yishgan, yo buni yesang baribir boshqacha ta'sir qiladi degan narsani quyib bilishgan to есть insonlarga. Tak, hozir ozmas oqsilga kelamiz, qarang. Oqsilda hayvon oqsili bor, o'simlik oqsili bor. Farqi faqat aminokislotning sostavida. То есть bizda DNKmizda 20 ta aminokislota bor. Bizga 20 ta aminokislota kerak. Yangi hujayralar paydo bo'lish uchun. Bitta aminokislota yetmasa ham уже bo'lmaydi. Shuning uchun hayvon oqsilida oqsil sifatiga keladigan bo'lsak, yuqori darajada. Ilmiy tadqiqotlar bor. Eng yuqori darajadagi oqsil bu whey protein hisoblanadi, keyin sut, keyin tuxum, keyin go'sht. Anolarda bor. O'simliklarda oqsil, растительный белок bu, например, dukaklarda, grechkada bor, soyada bor, shunday. Ularni mix qilish kerak. Bu eng asosiy odam tushunish kerak-da, qayerdan oqsil manbalarini olsam bo'ladi. Ikkinchidan, ko'pchilik aytadi, ko'p oqsil yeyishing kerak deydi. Mushak o'sish uchun. Aslida unaqa emas. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadi. Umumiy vazningga 1.6 gram oqsil yesang,
maksimal darajada muskuling o'sadi. Undan ortiq yesang foydasi yo'q. Yesang bo'ladi, lekin qo'shimcha foydasi yo'q. Profiti yo'q. Shuning uchun 1.6 umumiy vaznga. Endi birinchidan senga qancha oqsil kerakligini sen hisoblashing kerak. Birinchi umumiy vazning qancha, yog' miqdoring qancha sanaysan. Qancha senga oqsil kerak kun davomida. Keyin sanashing kerak. Ovqat yeydigan ovqatingdan shuncha yetarlicha oqsil kirib kelyaptimi, yo'qmi? Sen kirib kelayotgan bo'lsa, senga protein boshqa ish bilan kerak emas. Bu biznes hamda bu protein. Da, обязательно. Даже biz ilmiy tadqiqotlarda ko'rib chiqqanimizda konflikt interesov degan narsa bor. Всегда ilmiy tadqiqotlarda oxirida yoziladi. Bu tadqiqot kim bilan finansирование bo'lgan? Ko'pchilik tadqiqotlar, например, BCA ko'pchilik biladi buni, bu optimal bo'lmaydi degan добавка. Lekin shunaqa tadqiqotlar bor, ko'rsatadi BCA effektivni. Tadqiqotda oxirida ko'ramiz, kim проплачивать qilgan. Shu sportivniy питанияni chiqaradigan kompaniyalar проплачивать qilgan. Bu konflikt interesov, bu tadqiqotning natijalarida biz inobatga olmaymiz. Потому что konflikt interesov, предвзятость bor. Да. Независимый источниклар qilsa, ko'pchiligida effekt chiqmaydi. То есть shunaqa narsalar ham borda, bu tana qurish, bu katta biznes. Sport добавка bu milliardli biznes. Shuning uchun anolar kompaniyalar harakat qiladi, разный usullar bilan проплачивать qilib, sportsmenlarga qandaydir kontraktlar beradi. Mana qara, ko'rsat, mana shunaqa mushaklarimni qildim, mana shu protein ichganim sababli. Va shunaqa. Короче, biz tushunishimiz kerak-da. Agarda bilimimiz bo'lsa, biz ko'p soqqa sarf qilmaymiz. Bizga protein kerak bo'lmasligi mumkin. Qandaydir boshqa BCA boshqasi kerak emas. Agarda biz ovqat orqali shu narsalarni olsak. Lekin shunaqa bo'ladi, qandaydir sabablarga ko'ra. Например, вот siz ishingiz ko'p, vaqtingiz yetmayapti ovqat yeyishga, lekin oqsil miqdoringizni, kunlik oqsil miqdoringizni olishingiz kerak. Protein bu alternativ oqsil manbai. Shu proteinni olasiz, sheyk ichdingiz, davom etasiz ishingiz bilan. То есть shunaqa vaziyatlarda proteinni ishlatsa bo'ladi, siz tushunyapsiz. Protein bu qandaydir mo'jizaviy qo'shimcha emas, bu просто alternativ oqsil manbai. Odamlar o'zi shunaqa narsa shakllangan yoshlarda, imенно muskulim uchun protein kerak, значит men ko'proq protein ichishim kerak deydi-da. Ya'ni litrlab ichishni xohlaydi bir kunda. Значит, bu me'yordan ko'pi уже axlat. Da, просто так soqqangda saqlagan qoladi, bo'ldi. Da, tezroq mana protein ichgan, bizaga восстановление период bo'ladi, o'sha sarivnovalardan tugagandan keyin восстановление период bo'lardi. O'sha vaqt protein berishardi sutga qo'shib. Bolalar o'g'irlashardi proteinlarni. Ko'proq ichaman deb keyin qon og'riq bo'lardi. Sut bilan ichgani uchun. Keyin yuragi qolardi. Уже keyin qaramasdi haftaga proteinni. То есть me'yordan ko'p ichib tashlasa, уже keyin protein ichishi ham kelmaydi. Уже unga kerak o'sha narsa deydi, qochadi o'shandan keyin. То есть значит bu deganiki avtomatически organizm уже отбой beradi. Da, o'ziga kerakligini oladi. Уже masalan lishnisini уже просто axlatga chiqarib tashlaydi-da, и всё. Endi oqsildan yog' aylanmaydi. Например, siz keragidan ortiq uglevod ya yog' yesangiz, u в любом случае borib yog' hujayrasiga energiya depozi sifatida o'tiradi. Oqsil emas, oqsil unaqa emas. Nimaga? Chunki oqsilni hazm qilish uchun termik ta'siri katta, 30%. То есть agarda oqsilni yedingiz, 100 kilokaloriya kirib kelgan bo'lsa, 100 kilokaloriyadan 30 kilokaloriyasi shu oqsilda hazm bo'lishiga ketadi. Shuning uchun ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadi, oqsil yoqqa aylanmaydi. Lekin keragidan ortiq yesang, u просто так oqsil anolari manbalari qimmat turadi. Tvorog qimmat turadi, uglevodga qaraganda go'sht qimmat turadi, tuxum ham qimmat turadi. То есть oqsilga boy anolar, produktlar qimmatroq bo'ladi. Shuning uchun pulingni optimal sarf qilish uchun agarda kaloriyani hisoblashni bilsang, oqsil miqdoringni bilsang, shu hisoblaysan, keragidan ortiqni yemaysan, pulingni просто так sarf qilmaysan. Bu значит уже bu industriya ham juda ham katta pul aylanadi-ku. Bu yerda marketing ham, влияние odamlarga o'tkazish ham juda ham katta ta'sir qiladi. O'sha uchun bu yerda juda ham e'tiborli, ilmni olish kerak. Bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchiman, именно trenirovkani protsessiga.
To'y so'zi ovqatlanish haqida ko'p gapirdik, kaloriya hisoblash haqida ko'p gapirdik. Imенно trenirovkada men endi sportdan chiqqanim uchun bizda OFP bo'lardi ko'pincha, общий физический подготовки, boksyorlarga juda ham ko'proq kardio ishlash и выносливский ishlash ko'proq bo'ladi. Чем fizический parametrlardan ko'ra. И bizda общий физический подготовкаlar bo'lardi. Masalan, bir raunddan 100 raund 1 minutdan to'xtovsiz 10 ta mashqni 10 kruг qilishimiz kerak. То есть выносливостьga ham и общий физическийga ham kerak bo'lardi. И men shunaqa do'stlarim bo'lgan, baribir tanani qurishni xohlaydi, borib kachka qilardi-da. Kachatsa qilardi. И o'sha yerdan travma olardi. Pay uzilishlarini ko'rganman shu grud nima deyiladi o'zbekchaga, o'sha ko'krak mushaklarining uzilishini ko'rganman. Chunki boksyorsiz baribir ko'krak mushaklaringiz ozgina bunaqa bo'ladi, to есть qattiq bo'lmaydi, ya'ni tez bo'lishingiz kerak. O'sha vaqt ko'proq yuklama berganida uzilib ketganlarini ko'rganman, boshqa. Mana shularni eng qizig'i trenerlar bilan qilingan. To есть ular trenerlar bilan qilgan bu narsani. O'sha biomexanika boshqa taraflardan imенно trenirovka protseslarida ham qanday qilish degan narsa juda ham ko'p unaqa bo'lyapti va bahs munozaraga sabab bo'lyapti. Chunki gruppa bilan shug'ullanayotgan trenerlar bir xil mashg'ulotlarni bir xil ko'p insonlarga bir xil mashg'ulotlarni beryapti. Ya'ni o'sha 100 kilolik odam kelsa ham, 50 kilolik odam kelsa ham, umuman tana darajasiga farqlanmasdan o'sha orqa deltalarni ishlashga bir xil mashg'ulot, hamma bir xil ishlaydi. Повторение ham bir xil, o'sha bir haftadagi planirovka ham bir xil. Mana shuni imенно odamlar tushunib yetish uchun, o'zini individualni tushunib yetish uchun shunga bir maslahat berib o'tsangiz, shu qanday o'zini tushunishi kerak, shu qaysi narsa orqali sezadi o'zini mushakka yuklama olayotganini. Imенно u o'zi 50 kilo, 100 kiloni ko'tarib yuklama beryapman deb o'ylashi mumkin, lekin biomexanikasini to'g'ri olayotgan bo'lishi mumkin. Umuman boshqa joyga nagruska berayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, kriloga nagruska beryapti, и плечоsi ko'proq yuklama olib qo'yapti. To есть ertaga плечоga ishlayman desa, уже плечо уже yuklama olib bo'lgan, travmaga ketib qolyapti. To есть o'shanaqa joylarda endi baribir ham men sportda bo'lganim uchun baribir olganda men shunaqa endi o'zim любопытный odam bo'lganman, qiziqib sразу o'rganib yurganman. Mana shunaqa narsalarni mutaxassisdan eshitsa odam boshqacha-da. To есть o'shani qanday odam chust qilish kerak? Unga pumping kerakmi? Yoki unga yuklama kerakmi, yoki o'sha narsani rag'batini qanday his qilishi mumkin odam? To есть faqat odamlar o'ylaydiki, men pumping bo'lsam, trenirovka jarayonida og'riqni his qilsam, demak o'sha vaqt mushakim o'syapti. Juda ham yaxshi o'rinli savol bo'ldi. Hozir buni chuqur razbor qilamiz. Pumpingdan boshlaymiz. Pumping ilmiy tadqiqotlar ko'rsatyapti, pumping mushak o'sishini omili emas, lekin ko'pchilik bu narsani trenirovka davomida yaxshi ko'radi. Nimaga? Chunki o'zi mana shu pumpingni hissiyoti любой odamga yoqadi, mushaklaring ishadi, to'ladi и bu ko'zguda ham ko'rinadi. Уже avval kelding, например, bichepsning aytaylik 33 sm edi, pumpingdan keyin 34-35 bo'ldi. Ko'zga yaxshi ko'rinadi. Lekin biz tushunishimiz kerak. Pumping bu mushak o'sishi omili emas. Agarda sen uchun pumping muhim bo'lsa trenirovkada, biz aytolmaymiz bu yomon deb. Chunki har bitta odam o'zi rishat qiladi. Agarda sen uchun pumping bu muhim bo'lsa, marhamat qil, lekin tushunishing kerak. Mushakni o'stirmaydi. Salbiy ta'siri bor, lekin mushakni o'stirmaydi. Endi programmaga keladigan bo'lsak, tak как bizda ozmas fiziologiyani ham ko'rib chiqamiz, bizda anatomiyamiz, mushaklarda krepleniyasi plus-minus hammamizniki bir xil. Shuning uchun agarda texnikani bajarashiga keladigan bo'lsak, plus-minus hammani texnikasi bajarishi bir bo'ladi. Любой mashqi. U imенно biomexanika nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, bir ikkita odamlarda anaqa strukturniy qandaydir razlichasi bo'lishi mumkin, endi taz bidronosi shirinasi boshqacha bo'lishi mumkin, krepleniyasi boshqa, lekin plus minus hammasi bir bo'ladi. Shuning uchun agarda trener biomexanikani tushunsa, imенно anatomiyasi qanday,
вообще bilimi bo'lsa, bitta mushak qayerga krepleniya bo'lyapti, qanday, buni funksiyasi nima, u любой sharoitda optimal упражнение tanlab biladi. Agarda bilmasa, majbur bo'ladi. Men internetdan ko'raman, tritsepsga qanaqa mash, fransuzskiy jim, значит shuni qildiraman. Faqat shunaqa, to есть arsenalidagi mashqlar juda ham kam bo'ladi. Agarda bilib bo'lmasa. Razlichiy yo'q, har xil. Standart narsalarda faqat ishlab turadi. Agarda qandaydir yangilik kiritmoqchi bo'lsa, faqat internetda ko'rib qolish mumkin. Unda qandaydir nakachniy bola shunaqa qilyapti, tripsga shunday. Agarda anatomiya bilan fiziologiyani bilsang, любой sharoitda любой trener o'zi yarata oladi. Упражнение nimaga? Chunki u tushunadi. Любой mashq bu любой bitta mushakni funksiyasini bajaradigan, to есть funksiyasini bajaradigan narsa. To есть mushakni mana biceps tushunmaydi, shu biz mana buni katta qilmoqchimiz. Unda vazifasi faqatgina mana bu движениyani amalga oshirish. Biz buni tushunamiz, shuning uchun qo'limizga yuklama olamizligini, mana shu движениyani amalga oshirish orqali bicepsga yuklama beramiz, bu o'sadi, sintez oshadi. Shuning uchun agar shu narsani tushunsa, например, menga bitsepsga farqi nima? Qo'limda gantelmi, trenajyormi yo oddiy toshmi? Yuklama достаточно bo'lsa, откazga yaqin ishlasam, все, mushagim rag'bat oladi. Endi umumiy programmaga kelamiz. Endi bu narsa odamning zaprosiga kelib taqaladi. Siz keldingiz, sizning zaprosingiz boshqacha, sharoitingiz boshqacha. Tiklanish jarayoni boshqacha bo'lishi mumkin. To есть uni ham bo'lishi mumkin, grej ham bo'lishi mumkin, boshqa bu narsani ham inobatga olish mumkin. Ili siz kelyapsiz, aytyapsiz, mana men treyderman, meni asosiy yaxshi uxlamayman. Majburman shunaqa, ishim shunaqa. Men shuni inobatga olgan holda shu programmani qilishim kerak. Shu programma sizda zaldagi tashqari hayotingizni sifatiga salbiy ta'sir qilmasligi kerak. Juda ham muhim. Siz sportsmen emassiz-ku. Sizning hayotingiz sport bilan bog'liq emas. Siz kelyapsiz, чтобы fitness sizda hayotingizni qandaydir yangi pog'onaga ko'tarishga yordam berish uchun. Shuning uchun men buni tushunishim kerak. Любой trener shuni inobatga olgan holda shunaqa programma qilishim kerak. Boshqa bola keladi, aytadi, men yaxshi uxlayman, umuman ishlamayman, pulim ko'p, любой narsa pozolat qila olaman. Xohla 4 mahal kelishim mumkin, xohla 3 mahal kelishim mumkin zalga. Maksimal darajada mushagimni o'stirmoqchiman, deydi. Uni sharoiti boshqacha, unga boshqacha programma qilinishi kerak. Bu endi общими мазками. Endi novichokka keladigan bo'lsak. Novichok keldi. Biz faqat bilmaymiz, uni genetikasi qanday. 2-3 oydan keyin bilinadi. Shuning uchun qandaydir bazaviy programma qilinadi, допустим, full body, butun tanaga. Biz naблюдать qilamiz. Любой odamda shunaqa bo'ladi, qandaydir mushagi yaxshi rivojlanadi, qandaydir mushagi отстающий bo'ladi. 3-4 oydan keyin bilinadi bu narsa, programmani o'zgartirsa bo'ladi. Отстающий mushak guruhlariga ko'proq aksent beriladi, boshqasiga kamroq. Programma shunaqa qilinadi. To есть просто так bir oy o'tdi, davay programmani o'zgartiramiz deyish u juda ham xato. U kim uni qiladi? Trenerlar. Nimaga? Чтобы odam o'ziga bog'liq bo'lsin. Shunaqa tushuncha beradiki, mana menga sen qaram bo'lishing kerak, chunki men bilaman, har oy programma o'zgarishi kerak. Natija bo'lish uchun biz постоянно qandaydir mushaklarimizni udivlat qilishimiz kerak. Odam fiziologiyani tushunmagan odam ishonadi bu narsaga. Aslida unaqa emas. Mana men, например, bitta programmamda уже necha yillardan beri одно и то же qilaman. Chunki tushunaman, men уже qanaqa muskullarimga kerak, optimal nimalarni olganman, mashqlarda. Meni vazifam har bitta mashqda sekin-sekin yuklamani oshirib borish, progressivniy перегрузка. Всё. Agarda menga mushakni o'sirish kerak bo'ladigan bo'lsa, men kaloriya orqali buni kontrol qilaman. Yog' yo'qotish kerak bo'ladigan bo'lsa, tanqislik o'tiraman. Lekin trenirovkam o'zgarmaydi. Trenirovka faqatgina nima uchun kerak? Mushagimga rag'bat berish uchun kerak. Mushak sen massa olasanmi yo yo'q tashlaysanmi, faqatgina kaloriyaga kelib taqaladi. To есть sizning gapingizdan bitta narsani tushundim. Afrikada ko'ramiz-ku, bolalar o'sha ko'chada любой o'sha betonni varid qilib kashatsa qilyapti. To есть instrumentga независимость degan narsani bitta narsani tushundim men. Muskulni krepleniyasi deysiz-ku, qaysi muskul qayerdan borib qayerga tugagan, vazifasi nima. Agar odam prosta trenerdan kelib, prosta to'nkaday yoki to'nkaday demaylik, endi o'sha
shablonli strukturada ishlamasdan tushunsa, mana shu muskulim mana bu yerdan mana bu yergacha, bu katta muskul, kichik muskul, bu yoqdagi muskul qaysi qayerga javob beradi, qanaqa yuklama berish kerak degan narsani tushunib yetsa, o'zi sozdавать qilib biladi unga nagрузканы, значит, любой xil instrumentdan yoki любой xil joyda o'sha narsani rag'bat berib biladi o'zini badaniga, значит. Da, bu yerda masalan trenerlar xuddi sizga aytganimda, masalan, texnikasi unda o'xshayaptimi, to есть kimdir bor, tritsepsda masalan stabilizatsiya degan narsa bo'lmaydi, novichokda stabilizatsiya qilib bilmaydi o'zini. Tritsepsni masalan qo'llar shatatsiya qilib ketish mumkin. Unga boshqacha berish kerak. Uni harakat qilishadi, men ko'rganman, o'z ko'zim bilan ko'rganman. Harakat qilishadi, plichosini yoki o'sha qo'llarini mahkam ushlashadi, "Davay, shuni qil." Yoki uni o'sha birinchi yuklamani boshqa narsa bilan berib, значит, tushunsa bo'lar ekan, yuklamani boshqa narsa bilan berib, boshqacha более stabilniy mashqlar berib, keyin uni уже formatsiyasi bo'lgandan keyin уже da bizaga triceps primoy juda ham ko'p zalda ko'rganman. Bizda triceps primoy frantsuzskidan boshlanadi yoki kanadda boshlanadi, srazi. Men bollarni ko'ryapman, qo'llari o'ynab ketyapti-da, bitsepsga ko'tarishga ham masalan ikkita ravnovesiya yo'q, stabilizatsiya yo'q, o'ynab ketyapti. Uni masalan ganteldan ham boshlash kerakdir, sraz gridga o'tkazishadi-da. То есть o'zlarini bir kishiga individualniy podxod emas, то есть ko'proq abshak bilan ishlash uchun, то есть ularni o'ziga moslamoqchi bo'ladi trenerlar. Endi qarang, yana bitta tomoni bor, nimaga ko'pchilik trenerlar shunday qiladi. Endi qarang. Tak как trenerlar ko'pchiligi oladigan soqqasi ko'p emas. Ko'p soqqa ayta olmaydi. Nimaga? Chunki ularga klient kelmaydi. U, например, mana men 15 millionga ishlayman bitta trenirovkam. Men isbotlab bera olaman. Nimaga shuncha olaman? Lekin ko'pchiliklar даже 1 million qila olmaydi. Majbur bo'ladi 500 ming, 600 ming, или, например, agar oyiga oladigan bo'lsak 1 million. Lekin hamma xohlaydiki ko'proq ishlashdi. Shuning uchun ko'p uchinik oladi. Shuning uchun agarda individualniy podxod kerak bo'ladigan bo'lsa, har bittasiga trener tushunadi, vaqtim ketadi. Unga yarasha ko'p pul olishim kerak. O'zi shunday bo'lish kerak. Lekin u beradigan ценность, uslugasini ценностini yetkazib bera olmaydi klientga. Shuning uchun ayta olmaydi, mana meni uslugam 5 million, 10 million deb. То есть siz shablon emas, ilm berish kerak deysiz. Da, agarda sen ilm bersang, doказать qilib bera olsang klientga, что действительно seni bitta trenirovkan 10 million turadi, nimaga shuning uchun sen shu narsani olasan, nimaga shunga yarasha sen berasan shu narsani. Shu narsani doказать qilsang, odam senga keladi, один-один ishlaysan, всё. O'sha paytda sen kontrol qilishing mumkin. Tak как ko'pchilik trenerlarda bilimi yo'q, u narsani doказать qilib bera olmaydi. Ular bitta trenirovkada 3 ta odamdimi, 5 ta odamni одновременно gruppaga o'xshab trenirovka qildiradi. Shuning uchun sen bunaqa shunaqa qarab turadi и uslugasini sifati juda ham past bo'ladi. Holat shunday. Потому что ko'pchilik trenerlar shunday ishlaydi. O'ylaymanki bugungi podkastimizdan yaxshi informatsiyalar oldingizlar. Tanqidlarga asosiy sabab, tanqid nima bu? Agar tanqid bu prosta biz fakt odamlarni qoralash emas, tanqid bu rivojlansin degan maqsadda bo'lyapti. O'zi bizlarni trenerlar ko'rishi mumkin, chunki bolalar o'zini trenerga jo'natishi mumkin. Bizlarning asosiy maqsadimiz tanqiddan bir kishini kamsitish emas, rivojlanishga sabab bo'lish. O'sha uchun masalan mutaxassisimiz taklif qilganmiz. Именно biz faqat o'zimiz mutaxassis bo'laylik demaymiz, hamma mutaxassis bo'lsin. То есть hamma shu narsaga intilsin degan fikrdamiz. Suhbatimiz oxirida Ramiz akadan, что bizani baribir endi ko'proq yoshlar kuzatadi. Yoshlarni hozir bizlarning maqsadimiz nima? Podkastdan o'zimiz o'tgan narsalardan ularga maslahat berib, o'shalarni tezroq o'tkazish. То есть biz o'sha qanaqadir ma'noda o'zimiz qilgan поражениyalarni ular qilmasligi, kamroq zarar ko'rishni o'ylagan holda, o'sha uchun bir yoshlarga qanaqadir o'zingizni hayotiy, masalan, maslahat, o'zingizdan o'tgan tajribangizdan o'tgan maslahatlarni bersangiz, bugungi yoshlarga oxirida beramiz. Hozir trenerlarga bo'lgan maslahat. Trenerlar bitta narsani tushunish kerak-da. O'zbekistonda hozir aytaylik 35 million aholi.
1%, даже 1% fitness bilan shug'ullanmaydi. 1%. Qanday potensial? Agarda har bitta fitness trener shu narsani tushunsa, men o'qishim kerak o'z ustimda. Hammamiz birlashsak, chunki kim o'qisa, biz bitta narsani gapiramiz-da. Bizda gapimiz qochmaydi. Community bo'lish kerak demoqchisiz siz. Shu narsani qilsak, targ'ib qilsak, shuncha ko'p odam fitness bilan shug'ullanadi. Shu любой odamda klient bo'ladi. Любой odamda. Chunki 35 million auditoriya bor. O'zbekistonda даже 1% fitness bilan shug'ullanmaydi. Qancha potensial bor. Shu odamlarni trenajyorniy zallarga jalb qilishimiz kerak. Любой shunaqa bo'lishi mumkinki, fitness trenerda umuman fitness trenerlarga talab kuchayishi mumkin. Shu narsani amalga oshirish uchun любой fitness trener tushunishi kerak. Men yangi darajaga, yangi pog'onaga chiqishim uchun все уже avvalgi podxod bo'lmaydi 90-yildagi. Men kachokman yo'q. Все, hozir bilim kerak. Mana buni kachat qilsa, все. Hamma o'zini bu narsaga mishat qiladigan narsa bizlarga tiqishganda bu narsani, men bu narsa uchun juda ham ko'p vaqt sarflaganman izcheni uchun. Bizada именно bo'lish shakllantirilgan, именно bizada regionlarda deymizmi? Chunki biz ham SSR bo'lganmi-ku biza. Amerika demas, g'arbni propagandasi shunday bo'lganki, qanday qilib SSRni parchalash uchun bo'laklash, insonlarni, ya'ni community bo'lishiga qo'ymaslik. Ularni community bo'lishiga qo'ymaslik uchun shaxsiyatni ko'tarib yuborish главный bo'lganda, ya'ni men degan narsa bizda kuchli shakllantirilgan. Ya'ni tarbiyadan ham bilsak, masalan, zadniy davay, ты главный, san aytingni qilishing kerak, u yo'q bu yo'q, haqiqat, ya'ni musulmonskiy pravdalar qolib ketgan, boshqa narsalar tiqilgan. Bu narsani ruslar qildi deb o'ylaydi, lekin bu narsa g'arbni propagandasi bo'lgan. Men shu narsani izuchat qilib, vitalizatsiya qilib chiqqandaman. Ya'ni hozir ham o'sha asoratlarni ko'rishimiz mumkin, hech kimga bo'yinni egish kelmaydi. Ya'ni как будто o'zini kamsitilganda his qiladi. Ya'ni men ham shu narsani taklif qilaman treyderlarga. Nima uchun biza именно любой sohani vakillari nima uchun birlashmaymiz? Tushunmaysanmi? Kelib lishni ayt. Men hech kimning oldiga uni o'qimayman-ku. Hammani o'zini kuchli tarafi bor. Hammada bor. Masalan, meni ham slabiy tarafim bor. Любой kishida bor. Biz inson, biz mukammal emas biz. Nima uchun o'zini masalan chetga olib, o'zini zo'r deb tutib ketaversa hamma qoloqlashib ketaveramiz. O'sha siz aytganda communitylar juda ham kam bizda. Любой sferada community kam. Fitness sferasida ham community kam, tradingda ham community kam. Hamma bo'lak bo'lgan va bo'laklarni boshqarish oson, ularga propaganda qilib gijlash oson. Birlashsa ko'p kishi, birlashsak, men xalqqa juda ham ko'p o'zimni o'sha auditoriyamga aytaman, birlashish kerak degani ular tushunadiki, shuni ham noto'g'ri tushunadi, bunt qilish kerak. Yo'q. Bitta maqsadda, ilm olishda, boshqa narsalarda birlashishimiz kerak. O'shanda bir-birimizni talchoq beramiz, bir-birimizga masalan xayolimiz boshqa joyga ketganda tortamiz. Seni xayoling ketyapti yoki meni xato qilayotganda u tushuntiradi. To есть kamsitish emas, nabarot to'g'rilash deb qarasak, bu narsaga juda ham zo'r narsani aytdilar trenerlarga. Men ham shu narsaga qo'shilaman. Bu narsani agar istasalaringiz biz tashkil qilamiz. Mana shu narsani tashkil qilmoqchiman. Именно fitness hub, trading hub qilib community qilaylik. Что forumlar qilamiz birga, что o'sha chempionatmi, обмен опытами, shunaqa narsalar agar u bo'lsa, ideyangiz bo'lsa, masalan, уже unimiz bor, kontaktimiz bor, bir-birimizga обмен qilishimiz mumkin. Men bu narsaga tayyor. Traderlarga ham men shu narsani bemalol ochiqman, chiqaveringlar. Traderlar bir-birimiz bilan community qilamiz. Bilimlaringiz yetmasa, men beraman. Sizlarniki yetmasa, men beraman. Menniki yetmasa, sizlar beringlar. Chunki men teshqorida juda ham ko'p insonlar bilan ishlayman. Ular bilan aloqalaringiz bo'ladi, networking yaxshi bo'ladi. Bu kishi ham masalan Rossiyada, boshqa joylarda insonlar bilan networkinglar bor. To есть agar meni do'stim kim men bilan do'st bo'lsa, meni aloqalarim uniki bo'ladi. Shuni tushunib yetishimiz kerak. Men biznesda shuni tushundim, что qancha networking bo'lsa, shuncha insonlarni ko'proq tanisang, shuncha foyda.
Nima uchun mandan qochishadi degan narsa mumkin agressiyadir, mumkin man hayotda ko'rdingiz boshqacha insonman. Да, совершенно boshqacha. Да, что man zdravый odamman, man masalan mindsetim qoloq deb o'ylamayman. Man saviya deydi, saviyani birgalashib yaxshilasak, man noto'g'ri qilayotgan insonga noto'g'ri qilyapsan deydigan insonman. Prosta. Lekin u meni oldimga kelsa, birlashib bir narsa qilishsak, man masalan с удовольствием butun boshli supportimni, podдержкамni beraman. Bu kishi ham xuddi shunday inson. O'sha uchun communityga men qo'shilaman. Bunaqa ideya bo'lsa, tradingda ham, fitnessda ham va boshqa sohalarda ham forumlar qilishga, ya'ni event tarafdan qilish uchun event gruppa sozdавать qilmoqchiman. Ya'ni event management kompaniyamga shunaqa sozdавать qilmoqchiman. Har xil развитие eventlar qilish uchun, to есть o'sha forumlar qilish uchun. O'zbekiston uchun ham yaxshi, qanday rivojlanish uchun yaxshi. Da, kriptovalyuta bo'yicha hozir qilyapmiz. O'zbekistonda hech qachon, не только O'zbekistonda, O'rta Osiyoda bo'lmagan. Central Blockchain Live qilyapmiz. To есть Central Asia Blockchain Forum qilyapmiz. U yerga juda ham katta insonlar, o'sha mirovoy milliarder, CZ o'shalarni taklif qilyapmiz. Buning uchun men tushunib yetdim, O'zbekiston bu narsani, O'zbekistonning ichida event management qiladigan, event management o'sha tashkilotchilar yo'q. Bu narsani men borib Dallah degan o'sha Saudiya Arabistondagi o'sha Formula 1 yoki o'sha Google'ni eventlarni qiladigan, arablarni pochtalarni eventini qiladigan insonlar bilan gaplashib keldim. Da, pul ketsin, zato O'zbekistonga aloqalarni qanchalab kirgizsak, ular O'zbekistonni qishloq deb o'ylaydi. Naturiy aytyapman. O'zbekistonni masalan oxirida Iston degani bor-ku, Ston bor-ku, bu Pokiston deb o'ylaydi, Afg'oniston deb o'ylaydi. O'sha uchun men harakat qilaman, shuni taklif qilmoqchi edim. O'zbek denglar bizani. Qancha O'zbekiston desangizlar, ular bizani Pokiston, Afg'oniston shunaqa tushunadi. Lekin meni partnyorlarim kelganda O'zbekistonda yo'q, bu mini Yevropa deydi. Mini Yevropa toza, shahar boshqa. Mana shuni biza nasitil, biza shu kulturamizni передавать qilishimiz kerak chetga. O'zbek biza deyman o'sha uchun. O'zbek desam, ular Stonni bo'lmaydi-ku oxiriga. Tushunadi biza, keyin tushunib qoladi. Agar Ston qo'ysangiz, по-любому yana 10 marta, 15 marta unga futulat qilishingiz kerak. O'sha uchun ularni ketirsam, milliarderni O'zbekistonga ketirsam, ularning qiziqishi oshadi. Qiziqishi oshgandan keyin bizga 40 million aholi bor. 40 millionda bu deganiki potensialniy klient ular uchun. Yangi bozor. Da, yangi bozor. Ular bu yerda infrastruktura keltiradi, investitsiya jalb qilamiz. Men nima uchun shuncha ishni qilyapman? Xalqimiz uchun. O'zimga xudoga shukr uje yetadi mana uje. Bundan ortiq men uje missiya uchun ishlayman-da. Uje pulni ko'pi uje missiya beradi. Tamom, boshqa narsa bermaydi. Mana yonimda hozir endi keldingiz, masalan, mana bilan ishlayotganlar ko'radi, biladi. To есть nima olib kirayotgan bo'lsam, hozir O'zbekistonga shu imminni xalqning foydasi qozon deb tasavvur qilaman-da men O'zbekistonni. Qancha pul kirsa, shuncha hammani sheri, dolyasi bo'ladi. Loshkani ko'targaningizda qozondan agar ovqat bo'lsa, ovqat tushadi. Agar million kishi loshkani ko'tarsa, ovqat bo'lsa, ovqat tushadi. Agar bo'lmasa unida уже qoshiq quruq bo'ladi, bir-birimizni yomonlashga tushamiz. O'sha uchun самый главный narsani uporni berishimiz kerak, birlashishga, imminni bir-birimizni ko'rmaslikka emas, xatomizni aytyapmizmi, qabul qilishni bilishimiz kerak. Xatoingizni aytyaptimi bir kishi, u sizni kamsitganayotgani yo'q, u sabab bo'lyapti siz shu narsani to'g'rilashingizga. Bu narsani publikni bo'layotganiga sabab siz o'zingizni tan olmayotganingiz. To есть tan olmayotganingiz. Hozir hech kimning nomini olmayapmiz, lekin shu narsa agar sizga bo'lib yetsa, bizga bemalol adushi community qilamiz, siz qo'shilganingizni ham bilamiz, shunaqa hozir ideya qilamiz, qo'shilamiz, birga rivojlantiramiz. Так, отличная идея, да. Endi yoshlarga rekomendatsiya. O'zbekistonda rivojlanishi imенно yoshlarni, O'zbekistondagi yoshlarni fikrlash darajasi va aqliga kelib taqaladi. Endi perspektivani aytyapman. Shuning uchun har bitta yosh tushunsa, agarda u bilim orttirishga vaqtini, anosini, soqqasini sarf qilsa, eng to'g'ri yo'nalish shu bo'ladi. Chunki bu orqali keyin perspektivada например, qandaydir nimani tanladi, yo'nalishni tanladi, shu orqali birinchi imенно bilim olishga, qandaydir keyin уже opit boshqa nima sekin-sekin oshaveradi. Har bitta yosh shunga intilsa, imенно через bilim, через ilm, bu через bir pokoleniya bo'ladimi, ikki pokoleniya bo'ladimi, o'zini effektini beradi.
Именно shundaygina rivojlanish bo'lishi mumkin. Ko'pchilik aytadi, вот O'zbekistonda ahvoli boshqa, yomon boshqa nima, potensiali juda ham katta. Просто agarda har bitta yosh shu narsani tushunsa, men ilm orqali yondoshishim kerak, ilm olishim kerak. Как minimum o'zimda kelajagimni обеспечить qilish uchun har bitta yana ham qaytaraman, yoshini shunday fikrlab yondoshsa, rivojlanish 1000% bo'ladi. Da. Shuning uchun tavsiya qilaman, umid qilamanki, shunaqa yoshlar bizda ko'p, hammamiz birlashamiz, mana shu narsani boshqalarga translyatsiya qilamiz, boshqalar shu orqali sekin-sekin orqalaridan ergashadi. Bunaqa bolalar ko'payishni boshlaydi O'zbekistonda. Hozir ana shu oxirida men ham qo'shimcha qilmoqchiman. Bu podkastning triggerini ustida qo'ying shu gapni. Nima uchun siz полезный informatsiyani olishdan bloklashyapti? Nima uchun Instagram, Facebook va videolar 1 daqiqa 30 sekundliklar uchyapti? Nima uchun ular bu narsani yaratishyapti? Ya'ni ular taklif tashlayapti. Biz majbur shunaqa qilishga. Instagram shunaqa qilyapti, любой sotshet. Nima uchun? Chunki sizni fikr, ya'ni informatsiya olish minutingizni juda ham qisqa qilishyapti. U minutda faqat siz enjoy, ya'ni kayf olib bilasiz. U minutda siz informatsiya olib bilmaysiz. O'shaning uchun bu podkastni oxirigacha ko'rish uchun sizda sabr qoldirishmaslik uchun, ya'ni juda katta kitoblarni o'qimasligingiz uchun, ilmli bo'lmasligingiz uchun, chunki axborot almashuvi tez, informatsiya olish tez bo'lyapti. U zamon globallashyapti. Siz bir qishloqning chetidan turib, любой informatsiyani olsangiz bo'ladi. O'sha uchun sizni pamyat zaxirangizni kichikaytirish uchun shu narsalar shablonli qilinyapti. Ya'ni bu narsalar o'zidan o'zi talabdan kelib chiqmagan, bu taklif qilinyapti. Biz o'sha narsaga forward, ya'ni follow qilyapmiz, ya'ni o'shanga boryapmiz. O'sha uchun hamma narsani chetga olib, o'zingizga birinchi navbatda programma qilishingiz kerak miyangizni. Mana shu podkastni boshidan oxirigacha ko'raman degan narsani. Chunki yarim daqiqalik miyangiz pamyat unisi bor. O'shani aktivatsiya qilmaslik uchun birinchi maqsadni qo'ying, shu videoni до конца ko'raman deb. Iltimos qilardim, Instagramda Reels kovlashdan ko'ra полезный darslarni yarim soat 40 minut, конечно, bir yarim daqiqada berib bo'lmaydi uncha informatsiyani. Yarim daqiqada faqat sizni masxarabozlar kuldirishi mumkin, vayn qilishi mumkin. O'sha uchun bu informatsiyani boshdan oxirigacha ko'rasiz degan umiddaman va bu narsani triggerga qo'ying. Birinchi o'tiryapsizmi yoki ko'rmang. Birinchi o'tirdingizmi o'zi ko'rish uchun shuni programma qiling, до конца ko'raman. Shunda siz bor narsani boshladingizmi, oxirigacha borib bilasiz. Listat qilish, scroll qilish, Instagramda videolarni bo'lmag'ur TikTokdagi narsalarni, bu sizni miyangizni spetsialniy zaharlantirish, spetsialniy shu narsani sizni manqurt qilish, robotlashtirish uchun. Men ishonaman, agar shunaqa boraversa pokoleniya, men ishonaman shu narsaga. Insonlar robot ta'siriga shunaqa borib qoladi. Fizik mehnat kerak bo'lmay qoladi. Insonlarni hayvon, ishoninglar, hozir shu darajaga yetib keldikmi? Masalan, vaqtida Rimda gladiatorlar bo'lgan, hozir jangchilar. Hech narsa o'zgarmagan. Qo'shiqchilar bo'lgan, hozir ham qo'shiqchilar bu prioritetga chiqarishgan ularni. Finansistlar hozir qullar, hozirgi ishchilar. U hech narsa o'zgartirilmagan, nomlar o'zgardi. Masxarabozlar, vaynerlar men uchun. То есть nomlar o'zgartirildi, chalg'itish o'zgartirildi. Vaqtida faqat masxarabozlar qilol podsho saroyida bo'lsa, hozir xalqning ichiga qaytarildi. Что vaqtida informatsiya qurolni saroyida bo'lgan, teskariga chiqmagan, hozir hamma joyda borligi uchun masxarabozlar hamma yerda. O'sha uchun agar borib shunaqa boraversak, men ishonaman, даже hayvonday odamlarni bog'lab qo'yib bo'ladi. Shunaqa programma qilib biladi bizani insonlarni hayvonday bog'lab qo'yib, robotlarda уже fiziki nima uchun hozir kerak insonlarni turudi, mehnati nima uchun kerak? Chunki insonlar hayvon bo'lib ketsa ham hozir foydasi yo'q. Chunki ularni boqish kerak, o'zini boqib bilmaydi. Jamiyatga foyda, ularga foyda berib bilmaydi. Top bo'lib ketsa ham, ilmli bo'lib ketsa ham, ular insonlarni boshqarib bilmaydi. O'sha uchun o'rtada ushlashadi, average-da ushlashadi, middle-da. O'sha narsani tushunishimiz kerak. Agar bizga kerak bo'lmay qolsak, robotlar jo'rini egallasa, o'zicha boshqarayotgan insonlar uchun bizani hayvon darajasiga tushirib qo'yadi. Robotdan ham pastga tushirib qo'yadi. O'sha uchun erkaklarni pastga tushiryapti, chunki erkak qarshilik qiluvchi birinchi omil. Любой
kurashda erkak kishi qarshilik qiladi-da. Birinchi hujumni erkak kishi qiladi. Ayollar bunaqa emas. Ayollar himoyalovchi, o'zini himoya qiladi. Hujum qilmaydi hech qachon ayol kishi. O'sha uchun prioritetni ayollarni ko'tardi, erkaklarni tushirdi, chunki erkaklar qarshilik qilish omili juda ham kuchli bo'lgani uchun. O'sha uchun yoshlar aytaman, erkaklashishimiz kerak. Yevropaga qarab yuryapmizmi? Ulardan keragini olaylik, o'zimizni erkakligimizni saqlasak, 100 yil, 200 yildan keyin LGBT o'zi yomon bo'lib ketadi. Biz o'zimiz уже topga chiqamiz. Ya'ni o'sha zamon almashuv deydi-ku, vaqtida biz top bo'lganmiz, hozir ular qaytib joyiga keladi. O'sha uchun o'zimizni saqlashimiz uchun polezniy informatsiyani ko'proq ko'rishimiz kerak. Da bu yoqimsiz bo'ladi, da nafsimizga yoqmaydi, qarorlarimizga, emotsiyamizga yoqmaydi, lekin oxir-oqibat bizni kelajagimizga shu narsa ta'sir qiladi. O'sha uchun liderlar kam o'z O'zbekistondan akademik topildik, yana topiladi. Shunaqa birga birlashsak ko'p narsa qilib bilamiz.